Mamlakatli Xalq Qurultayı Tashqi ishlar komiteti 6 ayning 18 kuni Amerika tarafining atalmish 2020 yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni qonunlashtirganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotning to'liq teksti tuvandikicha. Shu joy vaqti 6 ayning 17 kuni Amerika taraf Jungo tarafining keskin qarshi turishiga parvo qilmay, atalmish 2020 yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni qonunlashtirdi. Bu Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik, xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy mezoniga og'ir ixlof qilganlik. Jungo mamlakatli xalq qurultiyi buni kuchli ayblaydi. Buningga qat'iy qarshi turdi. Kishilik huquqqa hurmat qilish va uni kafolatlantirish Jungo asosiy qonunining muhim prinsipi. Shundaqla Jungoning umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishdagi muhim nishoni. Şinjan'da 1990 yıldan 2016 yılının ahırgıça neçe min qitim terrorluk hücumu vakası yüz berip, nurgun begunah adam öldü ve yarlandı. Mal mülk ziyan uçurdu. Jungo taraf kasbiy maharat ta'lim tarbiya markazi ta'sis qilishni o'z ichiga olgan bir qator terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish tadbirlarini qo'llandi. Bu Jungoning qonuniga, xalqaro jamiyatning terrorlikqa qarshi turishdagi o'rtaq orzusiga uyg'un. Şinjan'da uda 3 yıl terrorluk hücumu vakası yüz vermedi. Şinjan'daki 25 milyon her millet ammısının hayatlık hukuki en zor çekte kapaletlendirildi. Mana bu kişilik hukuka hürmet kılganlıkның en yaxşı namayendisi bolup, Jungo halkının Çin dilidan himoya qilishi ve xalqaro jamiyatning keng qo'llashiga erishdi. Şinjan'ga çetişlik mesele hergizmi kişilik hukuk, millet, din meselesi bolmasdan, belki zoravallık, terrorlukka qarshi turish ve asabiylikni tugutish meselesi. Amerika mu terrorizmning ziyankeşligiga uchirg'uchi. Jungo qo'llangan terrorlukka qarshi turish tadbirlarini qo'llash kerak edi. Aksicha, Amerika atalmış kişilik hukuk namida Jungoning terrorlukka qarshi turish ve asabiylikni tugutishdagi tirishchanligiga yomon g'arazda hujum qildi. Şinjan'ning muqim taraqqiy qilayotgan cho'ng yaxshi vaziyatiga buzg'unchilik qilishga urindi. Bu terrorlukka qarshi turish masalasida tipik qo'sh o'lcham qo'llanganlik. Şinjan'ning ishlari Jungoning ichki ishi. Har qanday tashqi kuchning aralashish huquqi yo'q. Jungo tarafning davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash irodasi qat'iy tavranlaydi. Biz Amerika tarafni Jungoning ichki ishlariga aralashishni darhol to'xtatishga, Jungo Amerika munosabatiga og'ir ziyon yetkazadigan xato usulini to'xtatishga da'vat qilamiz.